Endi mastava ichish uchun bochkaga borish shart emas. Aynan men tayyorlagan uslubda siz ham tayyorlab ko'ring, tanangiz yayraydi va har doim shu retseptdan tayyorlaydigan bo'lasiz. Masalliqlarni video ostida yozib qoldiraman. Siz videoga like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sabzi, piyoz, kartoshka, 3 xil rangli bulg'or qalampiri va pomidorni turburcha shaklda mayda qilib to'g'rab olamiz. Qozonni yaxshilab qizdirib, yog' solamiz. Yog'imiz qizigandan keyin avval qo'yni qovurg'achalarni qip-qizil qilib, yaxshilab qizigan yog'da qovurib olamiz. Qizargan qovurg'achalarni alohida idishga olib qo'yamiz. Qolgan yog'ini yaxshilab yana qizdirib, mayda qilib to'g'ralgan piyozni bitta aralashtirib olamiz va ketidan to'g'ralgan mayda go'shtni qovurib olamiz. Piyoz bilan go'sht yaxshilab yetilgandan keyin qovurib olingan qovurg'achalarni solib aralashtiramiz. Qolgan hamma mahsulotlarni ham solamiz. Keraklicha tuz, tabga ko'ra va ozginagina tomatli pasta qo'shamiz. 1 choy qoshiq yetadi. Ustidan suv quyib 2 soat qaynatamiz. Mastava uchun guruch tayyorlab olamiz. Qizib turgan yog'da guruchlarni solib, tuz bilan yaxshilab qovuramiz. Yetarlicha qovurilgandan keyin suv quyib dimlab qo'yamiz. Rayhon, qatiq, ko'katlar bilan tanani yayratadigan mazali mastava tayyor bo'ldi. Xuddi mana shunday qilib dasturxonga tortasiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki iftorga keling.